Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanor kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 34-dars. Mavzuyimiz yig'indidan sonni ayirish. 73-betni ochsangiz, u yerda bizda 7 va 8 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 7-vazifamizni o'qiymiz. Jadval bo'yicha tenglama tuzing va yeching. Voy, ikkinchi sinfi vazifasini qarang. Kamayuvchi, ayriluvchi va ayirma. Xo'sh, nima qilar ekanmiz biz sizlar bilan? Bizda 4 ta tenglama sonlarimiz har xil. Ikkinchi sinf uchun berilgan vazifa menimcha juda ham qiyin. Lekin mayli biz ishlab ko'ramiz. Birinchisi deymiz. Qarang, nima qilar ekanmiz? Birinchi o'rinda biz mana bu sonimizni ko'chirib olamiz, tevadagi sonni. Ya'ni 47 plus x qilaman. Qavs yopaman. Undan keyin ayriluvchi degan joyda 25 turibdi. Bu degani minus 25 qilamiz. Qaniydi 5imizni chiroyliroq qilaylik. Minus 25 barobar 41. Bizga shuni ishlang deb berilyapti. Biz buni hozir birgalikda ishlab ko'ramiz. Qavs hisoblashadigan bo'lsak, bizda nima bo'lyapti ekan? Bizda 47 plus x minus 25 barobar 41 ga. Nima qilar ekanmiz? Birinchi o'rinda biz sizlar bilan mana bu yerdagi sonni 47 dan minus 25 qilar ekanmiz. Qayerga yozib ketsam bo'lar ekan buni? Yoniga yozib ketaman. Yozganimizda 47 minus 25 qilamiz. Hisoblaymiz. 7 minus 5imiz 2, 4 minus 2imiz 2, ya'ni 22 bo'lyapti. Yozganimizda x'imizni yozib qo'yamiz. Plus qilib 22 qilamiz. Javobi bizda 41 bo'lib qoladi. Biz sizlar bilan hozir nima qildik? Biz sizlar bilan hozir 47 dan minus 25 qildik. Javobi bizda 22 chiqdi. Mana bu joyga yozib qo'ydim. Plus 22 deb. Endi 22 imiz bizni mana bu tarafga o'tish kerak. Yozganimizda x barobar 41 bo'lyapti. 22 imiz narigi tarafga o'tyapti. E'tibor bering, bizda 22 plus bilan bo'lgan, narigi tarafga o'tganligi uchun minus bilan o'tadi. Endi hisoblaymiz buni. 41 minus 22. Xo'sh, hisoblaganda 1 minus 2 qilib bo'lmaydi, 4 dan bittani qarz olamiz. 4imiz 1 ga qarz beradi va 1imiz 11 bo'lib qoladi. 11 minus 2 imiz bizda 9. 4imiz endi o'zi 3 bo'lib qoldi. 3 minus 2 imiz esa 1. Javobi bizda x barobar 19. Agar bu tenglamani isbotini bilmoqchi bo'lsangiz, sizning vazifangiz, men bu yerda yozib o'tirmadim, hammasini yozib o'tirmayman. Sizning vazifangiz 47 ni 19 ga qo'shib olish, keyin minus 25 qilishingiz kerak. Chiqqan javobni 41 ga teng bo'lish kerak. Buni yozish shart emas, lekin ma'lum bir maktablardan buni talab qilayotgan. Buni yozib qo'ysangiz, bu ya'ni siz isbotingiz bo'ladi. To'g'ri ishladingizmi yoki yo'qmi? Mayli, keling birinchisiga o'zim ishlab beraman, qolganlariga o'zingiz ishlab olasiz. 47 ga 19 qo'shadigan bo'lsak, yoniga yozib ketaman. 47 plus 19 hisoblaymiz. 7 plus 9 imiz 16 bo'ladi. 6 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 1 imiz 5, 1 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Ya'ni 66. Endi 66 minus 25 qilishimiz kerak. Javobi 41 bo'larmikin? Yozaman. 66 minus 25 hisoblaymiz. 6 minus 5 1, 6 minus 2 4. Javobi bizda 41 bo'lyapti. 41imiz 41 ga tengmi? Ha, 41imiz 41 ga teng. Demak, hozir biz ishlagan narsa to'g'ri bo'lib chiqdi. Bu hozir tenglamani isboti bo'lyapti. Xohlasangiz yozib oling, xohlamasangiz yozmasangiz ham bo'ladi. Chunki tevada javobi bizda chiqqan. Xo'sh, bu bizda hozir birinchisi bo'lyapti. Sig'ib qolarmikin? Juda joy kam ekan.
Qaniydi, bilganimda alohida qilib qo'yardim ikkinchisini. Hop, 2 deyman. 2 deyman. Endi yana yozamiz. Tevidagi y plus 18 deymiz. Yopib qo'yamiz. Minus 17 qilamiz. Ya'ni tagidagini yozib ketyapman. Barobar deyman, 68 derkanman. Endi hisoblaganimizda biz nima qilib yozamiz? Y plus 18 minus 17 barobar 68 ga. Xo'p, biz bilamiz 18 dan minus 17 qilsak, javobi bizda 1 bo'ladi. Yozamiz y plus 1 barobar 68 ga. Endi mana bu bitta sonimiz narigi tarafga o'tishi kerak. Y deyman, barobar deyman, 68 deyman. Yoniga 1 ni yozaman va birimiz bizni minus bilan o'tadi. Y'imiz nechaga teng bo'ladi shunda? 68 minus 1imiz 67. Bu bizni y'imizni javobi. Isbotini yozmoqchi bo'lsangiz, siz y ni o'rniga 67 ni yozasiz. Tevidagi e'tibor bering, qavs ichida. 18 ni qo'shib ko'rasiz. Keyin minus 17 qilasiz va javobda 68 chiqib kelish kerak sizda. Men buni yozib o'tirmadim, men 3-chisiga o'taman, ha. Xo'p, bu bizda 2 bo'lgan bo'lsa, 3 ni yozamiz. 3imiz pastga sig'ib qolarmikan? Pastga sig'may qolsa kerak. Xo'p, 3 dedim. 3imizda nima bo'lyapti? 3imizda bizda 25 plus 7. 25 plus 7. Keyin minus bizda z bo'lyapti. Barobar 16 ga. Mantagidagi 16. Xo'sh, birinchi o'rinda qavs ichidagi bunaqamizni ishlaymiz. Tega yozib ketaman. Mana bu yerga yozib ketaman. 25 ni 7 ga qo'shsak, 5 plus 7 imiz bizda 12. 2 ni yozib 1 ni eslab qolaman va tevidagi 2 ni pastiga 1 ga qo'shsak 32 bo'ladi. Ya'ni javob bizda 32 minus z barobar 16 ga. Endi z ni topish uchun biz nima qilamiz? Z ni topish uchun mana e'tibor bering, mana bu z bor-ku va 16. Bir-biri bilan joyini almashtiramiz. Ya'ni yozaman z deb barobar deyman. 32 minus z bo'lmaydi-yu, minus 16 bo'ladi. Tevasiga yozib ketyapman buni. Qarang. 32 minus 16 hisoblaymiz. 2 minus 6 qilib bo'lmaydi, 3 dan qarz olamiz. 3imiz 2 ga 10 ni qo'shadi, shunda 12 bo'ladi. 12 minus 6 imiz 6. 3imiz qarz berganligi uchun o'zi 2 bo'lib qoldi. 2 minus 1 imiz 1. Javobi bizda, demak z ni javobi bizda 16 bo'lar ekan. Endi nima qilamiz isbotini topish uchun? Isbotini topish uchun biz sizlar bilan mana bu tevidagi naqamizga mana 32 minus 16 qilamiz. Nimaga minus 16? Mana z ni o'rniga 16 ni yozyapmiz, ha? Bu isboti. Barobar 16 bo'lishi kerak. Lekin aniq 16 chiqadi, xotirjam bo'ling. Hammasi to'g'ri ketyapti bizda. Xohlasangiz yozib oling, xohlamasangiz bu bunaqa shart ham emas. Oxirgisi bizda bo'lyapti 50 minus 26. 50 minus 26. Keyin bizda t turibdi. Minus t qilar ekanmiz. Barobar turibdi. 18 qilar ekanmiz. Birinchi o'rinda qavs ichidagini ishlaymiz, ha? Qaniydi, mana buni ham bundoq qilib ajratib olaylik. Xo'p, birinchi o'rinda biz 50 minus 26 qilamiz. Va hisoblaymiz. 0 minus 6 qilib bo'lmaydi, 5 dan qarz olamiz. 5imiz 0 ga 10 ni beradi. Shunda 10 minus 6 imiz 4. 5imiz qarz berganligi uchun o'zi 4 bo'lib qoldi. 4 minus 2 imiz 2. Ya'ni javobi 24. Yozaman, 24 deyman. Minus t qilamiz va barobar 18. E'tibor bering, bu vazifamiz, misolimiz 3 bilan 1 xil ketyapti. Nima qilar ekanmiz bu yerda? Bu yerda ham biz t bilan 18 ni joyini almashtirib qo'yamiz. Shunda yozganimizda biz t deymiz, barobar deymiz. 24 minus 18 qilamiz. Tevada hisoblaymiz buni. 24 minus 18. 4 minus 8 qilib bo'lmaydi, 2 dan qarz olamiz.
ikkimiz bizga 14 qiladi to'rimizda. 14 minus 8imiz 6. Ikkimiz o'zi 1 bo'lib qoldi qarz berganligi uchun. 1 minus 1imiz 0. 0 ni yozmasak bo'ladi. Ya'ni t bizda nechaga barobar ekan? 6 ga. Isbotini topish uchun siz nima qilasiz? Siz 24 minus mana bu yerdagi t ni o'rniga 6 ni yozasiz. 24 minus 6 barobar 18 bo'ladi. Xo'sh, ko'rib turibsiz, unaqa oson emas. Menimcha 2-sinfga bunaqa vazifa berish sal ertaroq bo'lsa kerak. Sonlar qiyin bo'lmasa ham, lekin bu masalani tushunish kerak-da. Bola o'zi tushunib ishlashga harakat qilish kerak, lekin bola bunaqa narsani tushungani qiynaladi. Balkim bir ma'lum bir ota-ona ham qiynalsa kerak. Mayli, shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Va keyingi vazifadan o'tishdan oldin albattagina kanalimizga qo'shiling, videoroligimizga like ni bosing. Men esa 8-vazifaga o'taman. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, men 8-vazifani o'qidim. Maktab o'quvchilari yasagan raketa modellari tanlovida katta sinf o'quvchilari yasagan 27 ta model, o'rta sinf o'quvchilari yasagan 24 ta model taqdim etildi. Shundan 17 ta model saralash bosqichidan keyingi turga o'ta olmadi. Keyingi turda nechta model ishtirok etgan? Biz nima qilar ekanmiz? Biz sizlar bilan hozir har bittasini hisoblab chiqarganmiz. Bizda kim ishtirokchilarimiz? Bu bizda katta sinf o'quvchilari 27 ta model qilyapti va o'rta sinf o'quvchilari 24 ta. O'ta olmagan saradan, ya'ni nima deyilgan ekan? Turga o'ta olmadi. O'ta olmadi bizda 17 ta model. Hozir hisoblaymiz buni. Demak, bizda katta sinf deymiz. Birinchisi katta sinf. Katta sinfdan bizda 27 ta model. O'rta sinfdan esa o'rta sinfdan esa 24 ta model. 24 ta model. O'ta olmagan bizda modellarimiz. O'ta olmadi 17 ta. Bizda savol so'rashyapti. Keyingi turda nechta model ishtirok etgan? Ya'ni hammasini hisoblab ko'ring. Biz birinchi o'rinda sizlar bilan katta sinflarni, o'rta sinflarni modellarini bir-biriga qo'shib olishimiz kerak. Ya'ni 27 ni 24 ga. Birinchisi deyman, 27 plus 14 qilar ekanmiz. 14 ishim 24 ha? 24 qilar ekanmiz va hisoblaymiz. 7 plus 1imiz 11 ni beradi. Shunda biz 1 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 2 imiz 4 ni beryapti. Shu 4 ni tagidaga 1 ni qo'shsak 51 bo'ladi. Ya'ni bizda jami 51 ta modelimiz bor ekan va shu 51 tadan 17 tasi o'ta olmayapti. O'ta olmaganlar 17 ta bo'lyapti. Bu degani minus qilamiz 51 dan. 51 minus 17. Hisoblaymiz. 1 minus 7 qilib bo'lmaydi, 5 dan qarz olamiz. 5imiz 1 ga 10 ni qo'shadi, shunda 11 bo'ladi. 11 minus 7 imiz bizda 4. 5 bizda qarz berib turdi, o'zi 4 bo'lib qoldi. 4 minus 3 imiz 4 minus 1 imiz 3 bo'ladi. Ya'ni keyingi bosqichga bizda 34 ta model o'tgan. Javobi deb yozamiz. Javob 34 ta model keyingi bosqichga o'tgan. Shoshilmasdan chiroyli qilib bularni yozib oling. Va video roligimiz yoqgan bo'lsa sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.